beriladi. 19-asr boshlari Yevropa qit'asi Napoleon Bonapartning izmiga tushib borardi. Empire. Bu barcha zamonlarning eng buyuk otliq qo'shin qo'mondoni Marshal Yoachim Murat. 1807-yil qahraton qish Eylau jangida fransuzlarning markaziy mudofaasi yorib o'tildi. As Napoleon's entire army stood on the brink of disaster, the emperor deployed his final and most powerful. Imperator o'zining so'nggi va eng qudratli zaxirasini, Muratning otliqlarini ishga soldi. Muratning asosiy zarba kuchi yo'nach og'ir po'lat zirh va uzun qilichlar bilan qurollangan krasirlar edi. Murat doim hujumning eng oldida edi. Uning cheksiz jasorati butun armiyani ilhomlantirib, jang taqdirini hal qilar edi.